Tanqid va tanqidlash usuli. Muhammad Yusuf. Tanqid kamchilik va yetarsizliklar ko'rsatib berilgan fikr deganlikdir. Umuman aytganda, tanqid boshqalar tarafidan sodir bo'lgan ijobiy va salbiy tirishchanliklar, yangiliklar, ish harakat, gap so'z va ko'z qarashlar haqidagi fikrni har xil yo'llar bilan o'ttirg'a qo'yish deganlikdir. Bir odamning tanqid qilishi yana bir odamnikiga o'xshamaydi. Chunki biri ijobiy deb qaragan ishga yana biri salbiy deb baho berishi mumkin. Tanqid hayotimizdagi ko'plagan sohalarni o'z ichiga oladigan bo'lib, ilmiy yoki adabiy asar, she'r, nutq, siyosat, san'at, diniy masala, ko'z qarash qatorliq nurg'un sohalarda bo'ldi. Ijobiy tanqid boshqalardan sodir bo'lgan ish harakat, gap so'z va ko'z qarash qatorliqlarga haqqoniy va to'g'ri baho berish deganlik bo'lib, ijobiy tanqid shaxslarni va kollektivni taraqqiy qildirish, texmi yaxshi saviyaga ko'tarish uchun qilindi. Ijobiy tanqid kishilarning niyati yoki o'y-xayoli bilan hisoblashmasdan mazkur masala ustida bo'ldi. Ijobiy tanqid kishilarni sazoyi qilish uchun emas, ularga yordam qilish uchun ularning o'ziga qilindi. Ijobiy tanqid ishlarni talabga loyiq shaklda elib berilishi va ijobiy natijalarni qozonish uchun to'liq foydalidir. Ijobiy tanqid samimiy nasihatdir. Imom Shafiy tanqid va nasihat haqida mundoq degan ekan: birovga maxfiy holda nasihat qilgan odam uningga nasihat qilgan bo'ladi. Birovga kishilarning oldida nasihat qilgan odam uni so'kkan va uni tushirgan bo'ladi. Salbiy tanqid shaxs va kollektivni yiqitish, taraqqiy qilishning va gullanishning oldini to'sish uchun elib berilgan o'z adovat, hasad va dushmanlik xarakterlik qilmish bo'lib, u buzg'unchilikning o'zidir. Salbiy tanqidchilar odatda boshqalardan kamchilik izlash, ularning xatoliklarini tepib chiqish uchun barcha iqtidorni va aqliy kuchini ishlatadi. Ular natija qozongan shaxslar yoki jamoatlarni ayblashda ularning ijobiy taraflarini kuchining yetishicha yo'gaydi. Kamchiliklarni va xatoliklarni bo'lsa ko'ptirib ko'rsatishga tirishadi. Salbiy tanqidchilikka turtki bo'ladigan omillar ko'pdir. Ammo eng oldinqisi hasad bo'lishi mumkin. Chunki hasad degan shundoq kuchli qo'zg'atquchki, u hasadxo'rning uyqusini qochirdi, ko'nglini azoblaydi. Hasadning o'ti uning yurkini ko'ydiradi. Birilarni g'ajilib olmog'icha uning ko'ngli qat'iy arom topmaydi. Arablar ijobiy tanqidni al-naqdu al-bina'u, ya'ni qurib chiqquchi tanqid deydi. Ular binokorni al-bina'u deb ataydi. Ammo salbiy tanqidni bo'lsa al-naqdu al-hadam, ya'ni yiqitquchi tanqid deb ataydi. Ijobiy tanqid bilan salbiy tanqid o'rtasidagi farqlar. Ijobiy tanqid ilmiy usulda adablik holda elib berildi. Salbiy tanqid so'kish, tillash va kamsitish bilan elib berildi. Ijobiy tanqidchi o'zi pishiq bildigan mavzuda gap qiladi. Salbiy tanqidchi o'zi bilmaydigan va mavzu bilan munosib yo'q gaplarni qiladi. Ijobiy tanqidchi samimiy nasihat qilishni ko'zlaydi. Salbiy tanqidchi qarshi tarafni tushirish va rasvo qilishni ko'zlaydi. Ijobiy tanqidchi masalani hal qilishni o'ylaydi. Salbiy tanqidchi o'zining haqliq qilib chiqarishni o'ylaydi. Ijobiy tanqidchi har bir fikrning to'g'ri va xato tarafini o'ttirg'a qo'ydi. Salbiy tanqidchi faqatla salbiy tarafni o'ttirg'a qo'ydi. Ijobiy tanqidchi tashlangan fikrlarga kang qursaqlik bilan muomala qiladi. Salbiy tanqidchi hech qanday radiyani qabul qilmaydi. Ijobiy tanqidchi kimning fikri bo'lishidan qat'iy nazar
diqqatini fikrning o'ziga markazlashtirdi. Salbiy tanqidchi bo'lsa, fikr egasining martabasiga qarab gap qiladi. Ijobiy tanqidchi ishlarni yaxshilarning chora tadbirlarini o'tirg'a qo'ydi. Ammo salbiy tanqidchi uchun ishlarning yaxshilanishi muhim emas, balki o'zining g'alaba qilishi asosli o'rinda turdi. Ijobiy tanqidchi qarshi tarafning ijobiy taraflariga ko'z yummaydi. Salbiy tanqidchi bo'lsa, qarshi tarafning ijobiy taraflarini salbiy qilib ko'rsatadi. Ijobiy tanqidchi o'z fikrining to'g'ri va xatoligi ehtimoli bo'lgan ko'z qarash ekanligini e'tirof qiladi. Salbiy tanqidchi o'z fikrini haqiqatning o'zi deb e'tiqod qiladi. Ijobiy tanqidning foydasi. Ijobiy tanqid turmushning muhim talablaridan biridir. Chunki kamchilik va noqislik barliq insonlarning o'rtaq sufti bo'lib, buningdan hech kim mustasno emas. Kamchilik va nuqsonlik mavjud ekan, uni tuzatish, to'liqlash va to'g'ri yo'lga solish uchun cho'qim tanqidga ehtiyoj bor. Navoda ijobiy tanqid bo'lmasa, hayot to'g'ri yo'nalishda ma'olmaydi. Chunki har bir inson o'zi to'g'ri deb bilganlarini qildi. Xatoliklarni va kamchiliklarni bilmay qoladi. Tanqid bo'lsa, xatoliklarimizni va kamchiliklarimizni ko'rib olishimizga yordam qiladi. Shunga bizda tanqid ochiq, mag'izi totliq deydigan hikmat bor. Ijobiy tanqid o'zimizning va boshqalarning saviyasini yuqori ko'tardi va taraqqiy qildirdi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mening ayblarimni ko'rsatib bergan kishiga Alloh rahim qilsin degan ekan. Biz hammamiz ijobiy tanqidlarga muhtojmiz. Chunki ijobiy tanqidlar orqali o'zimizning qanchalik ekanligini dangsiyalaymiz. Kamchilik taraflarimizni to'liqlay olamiz. Yaxshi takliflardan foydalanamiz. Afsuski, nurg'un kishilar tanqid degan so'zni intayin yomon ko'radi. Uningdan xuddi vabodan qochgandek qochadi. Hatto ijobiy tanqidni anglab boqay demaydi. Aslida tanqid yomon narsa emas. Chunki niqd degan so'z arab tilining lug'atida dirhamni soxtasidan ayirib chiqish deganlik bo'lib, soplashtirishni ifodalaydi. Buningga binoan deymizki, tanqidligichining qiymatini oshirdi, uni taraqqiy qildirdi va yetishtirdi. Tanqid qilishning shartlari. Birinchi, biror masala ustida o'zining tanqidiy fikrini bayon qilmoqchi bo'lgan odamning shu masalaning mutaxassisi bo'lishi yoki hech bo'lmaganda shu masalani mukammal biladigan bo'lishi shart. O'zi bilmaydigan va tafsilotini uqmaydigan mavzuda tanqidiy fikr bayon qilish uchiga chiqqan hamoqatlikdir. Ikkinchi, tanqidchining o'zi tanqid qilmoqchi bo'lgan masalani nihoyat yaxshi tushunadigan bo'lishi, oz to'la ma'lumotli bo'libla tanqidning yo'lini tutmasligi shart. Uchinchi, tanqidchining rostchilik, samimiyat va haqqoniylikdan iborat sifatlarga ega bo'lgan bo'lishi va o'zi tanqidlamoqchi bo'lgan masalaning ijobiy va salbiy taraflarini ayriy oladigan saviyada bo'lishi shart. Tanqid qilishning qoidasi. Birinchi, biror masalani tanqid qilguvchi tanqid qilishdan burun bu tanqidning joyida bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligi haqida o'ylanishi, tanqid qilsa qanday natijaga erishadi, navoda tanqid qilmasa natija qanday bo'ladi, bular haqida o'ylanish lozim. Chunki qilmagan ishqa bir qatim, qilib qo'ygan ishqa 10 qatim pushaymon qildi deydigan so'z bor. Eg'izdan chiqqan so'zni qaytarib olg'ili bo'lmaydi. So'z eg'izdan chiqishdan burun uni biz boshqaramiz. U eg'izimizdan chiqib bo'lgandan keyin u bizni boshqardi.
Ba'zi kishilar bir qatimliq xato so'zning dardini umr bo'yicha tortadi. Ba'zi kishilar o'ylamayla ig'izdan chiqarib qo'ygan biror ig'iz so'zning bir umr asriga aylanib qoldi. Ikkinchi, tanqidni avval shu kishining ijobiy taraflarini maqtash bilan boshlash. Bu nihoyatda muhim ish bo'lib, tanqid qilmoqchi bo'lgan kishining qalb panjarasini ochadi va u kishining tanqidni qabul qilishi uchun xizmat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bu mavzuda bizga go'zal o'rnaklarni bergan. Umar ibn Xattob raziyallohu anhuga: "Ey Umar, sen kuchli odamsan. Hajarul Aswadning oldida kishilarga qistilong'u paydo qilmagan" degan so'zida nasiyatini avval uning kuchli odam ekanligini tilga olib, uning qalbini etish bilan boshlagan. Muaz ibn Jabal raziyallohu anhuga bir duoni o'gitib qo'ymoqchi bo'lib, uningga mundoq degan: "Ey Muaz, men seni yaxshi ko'raman. Sen har namozdan keyin: Ey Alloh, mening seni yod etishimga, sana shukr qilishimga va yaxshi ibodat qilishimga madad bergin" deb duo qilishni hargiz tark etmagin. Ya'ni avval uni yaxshi ko'rdiganligini bildirib, uning qalbini ochgan. Ondan duoni o'rgatgan. Uchinchi, tanqidni shaxsning o'ziga emas, uning fikriga qaratish va buni uningga tushuntirishga tirishish. Chunki qarshi taraf sizning xolis niyatingizni va maqsadingizni to'g'ri tushunmaguncha va meni kamsitayotidi degan o'y xiyoldan o'zini ozod qilmoqcha, sizning tanqidlaringiz qanchalik ijobiy, qanchalik o'rinliq bo'lgan taqdirdami, uni hargiz qabul qilmaydi. To'rtinchi, tanqid jarayonida qarshi tarafning qadr-qimmatini tushiradigan yoki uni nodonga chiqaradigan va yoki xatolashquchi qilib ko'rsatilgan harakatlardan, so'z va iboralardan saqlanish. Boshqalarni tanqid qilganda o'zimizni ularning o'rniga qo'yib turib ish ko'rishimiz kerak. Chunki boshqalarmi bizga o'xshash inson. Ularmi biz xushal bo'ladigan ishlardan xushal bo'ladi. Biz xafa bo'ladigan ishlardan xafa bo'ladi. 5. Yara va jarohatlarning ustiga qo'ndigan chivindek bo'lmay, xush biroq gullarga qo'ndigan hasal harsdek bo'lish. Boshqalarni tanqidlashda ularning xatoliklarini bayon qilishdan hazar aylash. Faqat uning fikriga tuztish berishga ahamiyat berish lozim. Har qanday odam xatolashadi. Har qanday odam o'z xatoligini yuziga solsa xafa bo'ladi. 6. Tanqid qilishdagi vazifangiz o'zingiz to'g'ri deb qargan fikrni qarshi tarafga yetkazib qo'yishdan iborat bo'lishi va uni qabul qilishga zo'rlamaslik lozim. Agar siz o'z fikringizni qarshi tarafga taqmoqchi bo'lsangiz, cho'qim mag'lub bo'lasiz. 7. Tanqidni g'albaga aylantirishga urinishdan hazar aylash. Tanqid qilg'uchining o'zini g'olib, qarshi tarafni mag'lub qilish uchun yo'lga chiqishi shaksizki, uning mag'lubiyatining boshlanishidir. Chunki bundoq qilganda tanqid o'z xarakterini yo'qotgan va tanqidchi bilan fikr egisi o'tirisidagi keskin jangga aylanib qoldi. Bundoq jangda fikrning to'g'ri yoki xatolik muhim emas, faqat qarshi tarafni yengishli muhim bo'lib qoldi. Natijada bundoq tanqiddan hech qanday ijobiy natija chiqmaydi. Nima uchun tanqiddan qo'rqamiz? Tanqiddan qo'rqishning bundoq ikki cho'ng sababi bo'lishi mumkin. Birinchi, hozirgi islom dunyosi mayli siyosiy, mayli ijtimoiy, mayli ilmiy, islom davlati sohasida boshqalarning eng orqasida qolgan va eng qaloqliq davrni boshdan kechirmoqda. Bu qaloqliq islom dunyosidagi shaxs, kollektiv va jamiyatlarga umumlashib ketgan. Biz musulmonlar hamma sohada shunchalik bak orqada qolgan turuqliq o'zimizni taraqqiy qildirishga, kamchil taraflarimizni to'liqlashga, bilmaganlarimizni o'rganishga qilcha ahamiyat bermaymiz. Aksicha
bizning kamchiliklarimizni ko'rsatib qo'yadigan har qanday bir ijobiy tanqidni biz dushmanlik deb bilamiz. Siyosatchilar bo'lsa tanqidni jinoyat deb tunuydi. Chunki ko'pinchimiz o'zimizni har tarafdan mukammal deb o'ylaymiz. Shunga bizda ijobiy tanqidlarni qabul qilishga tayyorlik yo'q. Bu sababdan islom dunyosidagi hukumatlar, tashkilotlar, jamoatlar va shaxslar o'zlariga ijobiy tanqid qilguvchilarni va samimiy nasihat qilguvchilarni dushman deb tunuydi va dushmanga qiladigan muomalani qildi. Chunki ularning ko'p sonliqida men sizlarga faqat o'z ko'z qarashimni maslahat beryapman va sizlarni faqat to'g'ri yo'lga yetaklayman deydigan piravincha aqliyat hukm surdi. Ba'zi kishilar o'zining xatoligini qat'iy e'tirof qilmaydi. Ular uchun o'zining kamchiliklarini e'tirof qilish o'lim bilan teng. Yana nurg'un kishilar e'tirof shaklidagi to'g'ri so'zni qilib qo'yib, o'z xatoligini va kamchiligini e'tirof qilmay qutulib ketadi. Ularning e'tirof shaklidagi to'g'ri so'zi qaysi deganda, ularning bizmi inson degan xatolashidir. Xatolikdan hech kim xoli emas deydigan so'zdir. Ularning to'lisi bu to'g'ri so'zni o'zining xatoligini e'tirof qilmaslikdan iborat botili uchun ishlatadi. Chunki ular shu to'g'ri so'zni qilib qo'ygan bilan o'zidagi xatolikni va kamchiliklarni tuzatishni o'ylabmi qo'ymaydi. Chunki ular uni e'tirof qilmaydi. Shaxslardagi bu xil salbiy psixikaning sababi ular o'zlari yashayotgan davlat, jamiyat, muhitning va tarbiyaning ta'siridan bo'lsa kerak. Chunki sahobalardagi bir-birini samimiy tanqidlash va tanqidni kang qursaqlik bilan qabul qilish, islom xalifalaridagi ulamolarni taklif qilib kelib, ularning nasihat qilishni talab qilishdan iborat islomiy go'zal axloq zamonimizda munqarzlikka yuz tutgan. Shunga tanqid deyilsa, yuraklar po'kildaydigan, chiroylar sag'rig'iydigan, put-qo'llar titraydigan bo'lib qolgan. Ikkinchi, tanqidni suiiste'mol qilguvchilarning hasadxo'rlikni va fitnaxo'rlikni markaz qilgan qilmishlari sababli nurg'un kishilarning qulqiga tanqid degan so'z chiroyli anglanmaydigan bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Chunki ijobiy tanqiddan salbiy tanqidlar intayin ko'p bo'lib ketgan. Tanqid qilguvchilarda tuzash, isloh qilish, maslahat berish emas, balki qarshi tarafni yiqitish asosli o'rinda turadigan bo'lib qolgan shu zamonda tanqidga ijobiy nazar bilan qaraydiganlarning soni intayin oz bo'lmoqda. Uning ustiga bir qancha, hatto bir necha yuz odam biror avtorni yoki so'zligichini ayblashdi-yu, o'zining tushunish iqtidoridan asli gumon qilib boqmaydi. Bizda so'zligichida ayb yo'q, anglag'uchi to'g'rilab anglasin deydigan hikmat bor. Ha deganda boshqalarning qarshini burab xatoga chiqarish yoki qasddan tirnoq ostidan kir izlab yozmada o'tirib qo'yilgan fikrni markaziy ideyadan chetnatish saposizligi zamonimizda ko'payib qoldi. Xulosa. Birinchi, biz avval o'zimizga, ondan farzandlarimizga ijobiy tanqidning shartlari va qoidalari borligini, fikr bayon qilish har qanday kishining erkinligi ekanligini, boshqalarning obro'yiga til tekkizish jinoyat ekanligini, o'z fikrimizning va qarshimizning tanqidni qabul qilmaydigan muqaddas narsa emasligini o'rgataylik.